Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Timur. Bugun men sizlarga Boykatam Tradingda savdo qilib ko'rsatib beraman. Bugun ham stabil ishlaymiz. Tak, bilasizlar, stabil ishlasam faqatgina forex valyutalarda ishlaymiz. Bez OTC valyutalarda razgonda bir haftada bir razgon qilib qolaman. Agar so'rasanglar, ko'proq razgon qilib chiqarishim mumkin. Lekin hozir men o'zimda glavniy akkauntimdaman va bu yerda stabilga savdo qilamiz. Balansimiz 25 ming edi. Mana shu balansda 30 ming dollarga olib chiqishga harakat qilamiz. 30 mingga olib chiqqandan keyin 10 minggacha, yana 20 mingdan savdoni qilamiz. Bu yerda pastga bitim ochib qo'ygan edim. Trend gainlarning zonasi bo'yicha pastga bitim ochib qo'ydim. Hozircha ancha yaxshi yuryapti. 15 soniyacha vaqt bor. Agar biron bir katta impuls bo'lib ketmasa, bitim faoliyat yopiladi. 91% berar ekan, juda ham yaxshi. Kamdan kam bir haftada bir marta chiqib qoladi. Bunaqa 91% beradigan valyutalar yaxshi bitim foyda yopildi. Jam hisobda 273 dollar foyda qilibmiz. Juda ham yaxshi. Bu yerda hozircha vaziyat yo'q, shu sabab boshqa valyutning paramizga o'tsak. Euro out valyutning parasi bu yerda bitta tevaga ochib qo'yamiz. Sal tavakkalliroq joy bu, chunki hozir men sizlarga tushuntirib beradigan bo'lsam, ko'rib turganinglardek men bu yerda galla va plicho hosil bo'lyapti. Ya'ni men bu plichodan yelkasidan mana bu yerga chiqib, yana dalish tepaga ketishi mumkin. Tavakkal xavfliroq degan sababi, ketmasdan men pastga mana bu minimumni yangilab ketib qolish ham mumkin. O'sha shunaqa harakatlarda qilyapti. Do'stlar, VIP kanal ochilgan, darslik kanal, kursimiz qo'shilish bepul. U yerda o'zim bilgan barcha ma'lumotlarda, darsliklarda o'rgataman deganman. Qo'shilmoqchi bo'lganlar Telegramdan adminga yozib, to'liq ma'lumot olib qo'shilsanglar bo'ladi. Bepul qo'shilish, kira bemalol darsliklar, strategiyalarni tashlab boraman, o'rganib o'zingizlarga ma'quli bo'yicha ishlasanglar bo'ladi. O'zim bilgan barcha strategiyalar, risk, money management, qanaqa to'g'ri savdo qilish kerak, hammasini xudo xohlasa sizlarga o'rgataman. Qo'shilmoqchi bo'lganlar adminga yozib bemalol qo'shilib qolaverasizlar. Yaxshi, ikkinchi bitimimiz ham foydada yopildi. Biz 500 dollardan oshiq foydamizni qildik. Bu juda ham zo'r natija. Kuniga 500 dollardan qilsak, 10 kun savdo kunida balansimizda 30 mingga olib chiqamiz ekan, keyin 10 mingni yechamiz. Uni ham xudo xohlasa sizlarga video qilib, o'sha 10 mingga chiqqan, 30 mingga chiqqandan keyin 10 mingni yechib ko'rsataman. Sizlar Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar. Ko'proq ma'lumotlar Telegram kanalda bo'ladi. Darslikka kursga qo'shilmoqchi bo'lganlar adminga yozib bemalol qo'shilsanglar bo'ladi. Qo'shilish bepul. Dollar botda bitta pastga bitim ochib qo'yamiz. 3 ta bitim ochildi, endi 2 ta bitim yaxshi ketyapmizmi? Maksimum bilasizlar, bir kunda 4 ta 5 ta bitim ochishim mumkin. Hozir yaxshi ketyapti, shu sabab bozor yaxshi. 3 ta bitim ochsak, 3 ta bitimni foydada olsak 708 dollar foyda qilamiz ekan. Avstraliya dollarda bitim ochganimning sababi devada bizda doji kimdir pimbar deydi, ular mana bu switch paydo bo'lgan. Bu switch paydo bo'ldimi, ayniqsa mana bunaqa chiroyli bo'lib tevaga chiqayotgan narxda bu switch paydo bo'ldimi, narx yana chiroyli bo'lib oqadi. Katta ehtimol bilan hadsa ma'lumotlarga ham tushib bersa, bu yerga bitta soat ishlaydigan bo'lsa, tevaga keyin ketishi mumkin. Bu ko'rdinglar. Shuning uchun switchning analizda ham o'rganinglar. Switchning analiz ham juda ham zo'r ishlaydi. Switchning analizlarini ham sizlarga o'rgataman. Darslik kanalda qo'shilmoqchi bo'lganlar bemalol bepul qo'shilsanglar bo'ladi. Yaxshi. Ushbu bitimimiz ham foydada yopildi. Balansimiz 25799, почти 25800 bo'libdi. Demak, hisoblab ko'rsak, bugun 800 dollar foyda qilibmiz. Bu kimnidir bir oylik oyligi, kimnidir 2-3 oylik oyligi. Mana biz bir necha daqiqada topib, bu juda ham zo'r. Endi bittada hech kim yaxshi qolmaydi. Mehnat qilasizlar.
erishasizlar. Bunga savdoyimiz ancha yaxshi bo'ldi. Sizlar Telegram kanaliga o't qo'yishni unutmanglar. Agar darslik kanaliga qo'shilib, mana shu meni bilimlarimni o'rganib, ishlamoqchi bo'lganda bo'lsa, bemalol adminga yozib qo'shilsanglar bo'ladi. Hammangizga xayr, sog' salomat bo'linglar.